Kim? Assalomu alaykum. Hoji aka uydami? Yo'q edilar. Chaqir uydalar. Chaqir. Hozir chaqiraman. Boyota? Boyota. Oh. Assalomu alaykum. Assalom. Nima gap? Sizni so'rab kelishibdi. Kim kelibdi? Chaqir. Kiraveringlar. Yur. O'tiringlar. Iye, Shoiraxon. Kecha kim edingiz? Assalomu alaykum hoji aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Kech bo'lsa ham o'tib ketgan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Farzandlaringiz baxtiga hamisha sog'-omon bo'ling. Hoji aka, bu qizning ismi Sevgim. Iye. Kechaga raqosa-yu. Nima bo'ldi qizim? Nima bo'ldi qizim? Hoji aka, sizni yaxshi taniganim uchun tug'ilgan kuningizga eng yaxshi raqqosamni jo'natgan edim. 18 yildan beri sizni xizmatingizda bo'lsam-da, bunday voqea hali bo'lmagan edi. Kecha bu qizni urib, axlatxonaga tashlab ketishibdi. Bilmadim, tug'ilgan kuningizda nechida chiqqan, bu qiz uyingizdan qachon chiqqanini bilmadim-ku, lekin kecha soat 3 da ko'chaga chiqib uni qidirganimda, hushsiz axlatxonada yotgan ekan. Aytib qo'yay hoji aka, buni kim qilganini bilmadim-ku, lekin uni albatta topaman. Hoji aka, hurmatingiz bor, ammo lekin agar o'sha odam qizimning nomusiga tekkan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, jonimni garovga qo'yib bo'lsa ham, o'sha odamni qamataman. Xafa bo'lmaysiz. Iltimos hoji aka, menga o'sha odamni topib bering. Sharif. Labbay boyota. Kel bu yoqqa. Kecha sen bu qizni olib kelib kuzatib qo'yishing kerakmidi? Men olib keldim, xo'jayin. Lekin o'zlari ketib qoldilar. Ko'chaga chiqib topa olmadim. Kechagi erkakni ko'rinishi qanaqa edi? Esa olasanmi? 40 yoshlarda, qora marsda, gavdaliroq, semizroq odam edi. Qizim, kecha menikiga kelgan 50% odamni hammasida qora Mers mashinasi bor. Kelganlarni yarimidan ko'pi semiz. Qizim, sen bugun uyingga bor. Men o'sha senga tegajoli qilgan odamni topib, oldinga olib kelaman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi. Mayli hoji aka. Ertalabdan sizni bezovta qilganim uchun uzr. Sizga ishondim. Mayli, xo'p, xayr. Sog' bo'linglar. Yaxshi qoling. Gapir. Kim edi u? Xo'jayin. Men kecha Chaynalma. Men uni kecha ko'chaga qidirib chiqqanimda yerda qonga belanib yotuvdi. Uyini bilmaganim uchun mahallaga tashab keta qoldim. Sen axlatxonada yashaysanmi? Yoki u qizni axlatxonadan olib keldingmi? Kim edi u? Nimani berkitayotgan bo'lsang, to'g'risini ayt. Xo'jangiz Abdulhay aka edi. Abdulhay? Abdulhay aka uni urgan ekanlar. Yiqilib hushdan ketgan. Abdulhay aka hech kim bilmasni degandilar. Uni mahallasiga tashab keldim. Qo'rqdim kasalxonaga olib borishga. Bor. Abdulhay yer tagidan bo'lsa ham topib kel meni oldimga. Xo'p, xo'jayin, xo'p. Yuzim ko'kargani uchun qaytgunicha uyga bora olmadim. Ko'chaga chiqishga uyalib, Shoir opamning uylarida qoldim. O'sha kunning o'zidayoq Hasanboy aka menga tegajonlik qilgan odamni topib, yonimizga olib keldilar.
Kim? Shoira, men keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Shoiraxon? Yaxshimisiz? Uzr, bezovta qildim. Mana, olib keldim. Shumi? Shu. Kiraveringlar. Qani, ker. Sevgi, Xo'pa. bu yoqqa kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Meni kechiring iltimos singlim, kecha ozgina ichgandim. Ichsam ozgina o'zimni yo'qotib qo'yaman. Dilingizni og'ritgan bo'lsam meni kechiring. Lekin sizga ortiqcha noto'g'ri xatti-harakat qilmadim. Nima bo'lganini eslolmayman-u, lekin bir shapaloq urganim esimda. Yiqilib hushingizdan ketdingiz. Sizdan kechirim so'rayman. Siz erkak kishisiz-ku. Buni nima joni bor? Hushidan ketgan qizni axlatxonaga tashlashga vijdoningiz yo'l qo'ydimi? Men uni tashlaganim yo'q axlatxonaga. Men uni olib borib qo'yishligini iltimos qilgandim. Ishoninglar, men uni tashlab ketganim yo'q. Hay aka, sizda nomus bormi o'zi? Erkaklik g'ururi bormi o'zi sizda? Ayol bo'lsa, ojiza bo'lsa, biz ayollar zaifamiz. Bizda sizdagi akalar yoki bo'lmasa puldor otalarimiz yo'q. Nima kuchingiz faqat bizdagi ayollarga yetdimi? Raqqosa degani bu fohisha emas. Bildingizmi? U ham odam. Bizda ham o'zimizning g'urur bor, sha'an bor. Biz ham onamiz, bizni ham baxtli bo'lishga haqqimiz bor. Sizlardagi puldor erkaklarni faqat mana shunaqa ayollarga kuchingiz yetadi. Mard bo'lsangiz, mana shu yetim qizga savob ish qila olasizmi? Yo'q. Xudodan qo'rqasizmi o'zi? Yetimni dilini og'ritganini va uni har bir yig'lagani uchun Alloh sizni jazosiz qoldirmaydi. Shuni bilasizmi? Alloh sizni jazoingizni bersin. Xo'pmi? Singlim, meni kechiring iltimos. Qancha desangiz shuncha beraman, gunohimni yuvaman. O'chir ovozingni. Borcha qayoqqa? O'zim hal qilaman. Xo'p. Qizim, bu ahvol uchun sizdan uzr so'rayman. Mana shu pulni oling. Konkursga ishlatarsiz. Davolating. Har oy sizga pul jo'natib turaman. Menga pulingiz kerak emas. Iltimos amaki pulingizni olib qo'ying. Men har bir tiyinimni halol mehnatim evaziga olaman. Men bolamni halol pulga boqaman. Sizga tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Agar yordam kerak bo'lsa, u bu muhtojlik bo'lib qolsa, bemalol qo'limdan kelgancha yordam beraman. Uyim eshigi sizlar uchun ochiq. Shoiraxon, uzr-a. Mayli. Sog' bo'linglar. Qarang Sevgi opa, bir pasda tong ham otdi. Koreyada kun shunaqa ham tez o'tarkan, ko'z ochib yumguncha bir kun o'tib ketdi. Lekin O'zbekistonda kun juda ham fayzli, barakatli, fayzli o'tadi. Nimasini aytasiz? O'zbekistonimizga yetadigan davlatning o'zi yo'q. Men bo'lmasam, erkaklarni uyg'otay, ovqat yeyishsin, siz ozgina dam olasizmi? Ha, yo'q, men o'rganib qolganman uyqusizlikka. Kam uxlayman. Men deb siz ham uxlamadingiz. Yo'q, men kechasi tinchlikda ijod qilishga o'rganganman. O'zi 2 soat, 3 soat uxlayman xolos. Ha, aytgancha, kichkina xolam haqida sizga aytib beruvdim-a? O'sha xolam onamdan oldin vafot etganlar. O'zi u opa-singillar
yiliga vafot etishgan. O'sha kenja xolamiz vafot etganlaridan keyin ikkita farzandlari tog'amga qolgandi. Qizlari injiq bo'lganmi, bilmadim-u, sig'dirishmasdi. Bir kuni menikiga yig'lab keldi. Oy, opa. Shirin, tinchlikmi? Ketnayim haydab bordilar. Nimaga? Qayerga borishni bilmadim, opa. Bir o'zingmisan? Ukam tog'amlarnikida qoldi. Qani ichkariga kirchi gaplashamiz. Nima bo'ldi? O'tir. Opa, kelnayim haydab bordilar. Nimaga haydaydilar? Qo'shnimiz o'g'li tegajonlik qilgandi. Aytsam ishonmasdan Sauziyaga kelagansan, ko'zingni suzgansan deb urishib haydab bordilar. Jonimga tegib ketishdi. Men boshqa u yerda yasha olmayman. Nech marta tegajonlik qildi. Menga faqat tuhmat qilishadi. Nima ish qilsam ham yoqmayman ularga. Ukamga yur ketdi desam, tog'amlarnikida qoldi. Men boshqa u yoqda yasha olmayman, opa. Yetim bo'lish ham qiyin-da. Shunaqa yetimni hamma turtkilaydi-da. Ona bo'lmagandan keyin qiyin. Menga qara. Maktabing tugashiga 3 oy qoldi. Shu yerda yashay qolgin amallarimiz. Rostdanmi, opa? Rahmat sizga, opajon. Bo'ldi, yig'lama, xo'p. Bor, yuzlaringni yuvgin. Bor. Bor. Yulduz, qarab o'rgin. Yuzingni yuvib olasan. O'sha kundan boshlab jiyanim Shirin menikida yashashni boshladi. Ertasi kun uyni unga topshirib, Yulduz bilan biz to'yga Samarqandga ketdik. Voy, xudoga shukr, tugadi. Sevgi. Ha, charchadik rosa. Men Sevgi emasman. Ey, menga qara. Meni eslash qobiliyatim juda ham yaxshi. Sen ham meni eslading, to'g'rimi? Kechirasiz, men sizdaqa shilqimlarni har kuni ko'raman. Meni eslash qobiliyatim sal yomonroq. Adashtiryapsiz. Ey, o'yinchilik qilyapsanmi? Men o'yinchi emas, raqqosaman. Nima raqqosa degani odam degani emasmi? Yomon ish qilayotganimiz yo'q. Halol mehnat bilan pul topyapmiz. Nima yo o'g'irlik qilyapmizmi? Nima yomon ish qilyapmiz? Meni aybim nima ekan? Uzr, men unaqa demoqchi emas edim. Iltimos, yo'lingizdan qolmang. Men bilan ishingiz bo'lmasin. Aka, ketamizmi? Ha, ketamiz. Sen ichkariga kirib turur. Ey, menga qara. Ruchka bilan qog'oz olib berib bor mashinadan. Aha. Sevgi. Mabodo men kerak bo'lsam, Respublika prokuraturasidan qidirasizlar, xo'pmi? Bo'la qol tezroq. Imillama. Meni kim deb o'ylayapsiz? Mana, bu meni telefon raqamim. Kerak emas raqamingiz, o'zingizga olib qo'ying. Bering menga. Aka, nima ichib ketdinglar, ketamizmi? Ey, namuncha shoshiltirasanlar. Nima ichib qoldilaring o'zi tushunmadim. Qattan bering. Katta xolingning qizlari bu. Voy, keling opa. Ilhom nima qilyapti bu yerda? Oyna sapa tashab ketdilar. Qaramas ekanlar. Nega qaramas ekanlar? Opam pul bermayapti. Boshqa yoqdan ish topdim dedilar. Voy. Ular ko'proq pul beradi dedilar. Ay, xudoyim-ey. Shu oyna sapaga hayronman. Injiqli quvvat opa, umuman qaramadim. Shu oyna sapa ham sabr qilmaydilar-da. Pulim bor paytda berdim-ku ko'pgina qilib. Pulim yo'q paytda shunaqa tashab qo'ydilar. Ey xudoyim. Ilohim shunaqangi boyib ketdiki, o'zlari kesinlar eshigimni tagiga ish so'rab. Munira opa. Labe. Munira opa. Aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Tuzukmisan, voy shirinim. Qani kir ichkariga. Menga ber. Charchab qolmadingmi? Qani yur. Voy jonim.
Ke o'tir. Xush kelibsan, ilohomin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin, tochog'imiz katta yigit bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsan. Tuzukmisan? Yaxshimisan? Amin. Katta bo'lib qopti-ku, ha? Tinchmisan? Ishlaring yaxshimi? Yuribmiz. Bolam rosa sho'x bo'lgan. Ha, jonim. Hey, Jamila ham ko'rmadilar-de. Shunday chiroyli bo'lib yurardi, ko'zlarini quvnatib oldilarida. Rosa shirin bo'lib, oldilarida o'ynab yurardi. Shuni ayting. Ha, qushmi? Ha, biznikida qush bor. Asal bola. Ismi nima buni? Ilhom. Voy, katta bola bo'lsin, ilohim, rohatini ko'rgin. Rahmat, Nima aytingiz kelsin. gaplar? Shu siz yoningizga bir iltimos bilan chiqqandim. Yo'q demasangiz agar. Hop, ke. Ke yonimga. Shu Ilhomjonni domimizda oyna sipi degan ayol qarab berayotgandilar. Shu pulsizlik bo'lib, ozgina qiynalib qoldim. Ular ham pulli bola qarayman deb tashab chiqib ketib qoldilar. Endi bolamni deb ancha ishlarim qolib ketdi. Shunga agar qarab berib tursangiz, mavsum boshlanishi bilan bu yog'i bahor mana. Xafa qilib qo'ymasdim, opa. Bo'ldi, xo'p, asalim. Rostdanmi? Seni katta qilgan, bolangni katta qila olmaymizmi? Hech ham xijolat bo'lma. Rahmat. Voy, o'zingga qancha qaraganman. Oilalar bizga qancha yaxshilik qilganlar. Oilaning hurmatlari seni hurmating. Bir og'iz gaping. Qarab beraman. O'zi rosa shirin bola bo'pti-yu, a? Voy, juda ham xursand bo'ldim. Asalim, hech ham xijolat bo'lma. Qarab beraman. Voy, bolalar bilan o'ynab ko'nglim to'q bo'ldi. Unda bugundan sizga tashab ketsam, ishlarim bor edi. Bozorlarga borishim kerak edi. Maylimi? Behijolat, rahmat katta qilgan qani. Bo'lmasa kechira chiqaman. Hop. Menga tashab ketaman. Mayli, rahmat. Ha, qushlarga xayr qilib qo'ygin. Hay jonim. O'tiravering. Ovora qilmaysizmi? Mayli, men ketdim. Shuni optir. Shundan olamizmi? Iye, Sevgi, o'zingizmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Tanimadingiz shekilli. Akangiz bo'laman. Akam? Ha? Aka singil tutingandik, esizdami? Rossiyalik Misha esizdami? Ha, assalomu alaykum. Esladim, Umid aka. Ha, o'shaman. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Akangiz yaxshimilar? Shukr. Anchadan beri qidirayotgandim sizni. Omonat bor edi, shuni berib qo'yishim kerak edi. Qanaqa omonat? Haligi Misha aka sizga telefon jo'natgandi. Yo'q. Ha, manzilingizni ham topa olmadim. O'sha ko'rishgan kafemizga borib ancha qidirdim sizni. Kelib qolarmikinsiz? Kelib qolsangiz kerak deb o'yladim. Hech kim sizni tanimas ekan. Ovora bo'ptilar-da. Yo'q, ovorasi bor ekanmi? Iloji bo'lsa uy manzilingizni bersangiz, omonatni yetkazardim. Omonatingiz menda qolib ketmasin. Mayli, faqat qog'oz qalam yo'q-da. Kenay, qog'oz qalam berib turing, iltimos. Hozir. Rahmat. Sharof Rashidov ko'chasi, 7-uy, 2-xonadon. Yozyapman. Bo'ldi. Ruchka uchun katta rahmat. Arzimaydi. Mayli, xo'p, yaxshilikda xursandman. ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Mayli, xo'p. Sog' Ko'rishamiz bo'ling. yana, xo'p. Yaxshi yetib oling. Yaxshi bo'ling. Opa, kim? Bir yaxshi inson. Yur. Yurchi bu yoqqa. Xo'p. Telefon yangi chiqqan vaqtda bilasizmi, tez gaplashib qo'yib qo'yardik. Ha. Pul yozib yubormasin deb. Hozir esa chet el bilan bemalol gaplashasiz ertalabgacha. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi? Yaxshi dam oldingmi? Assalom, ke. Assalomu alaykum, pocha. Yaxshi dam oldingmi? Yaxshi dam oldingizmi? Tuzumsan? Uxlamadinglarmi kechasi bilan? Tuxum yeysanmi? Yo'q. Mana buni o'zi bo'ladi. Tuxum deganlariga bir narsa esimga tushib ketdi. Aytib bergandim-ku, o'gay otam bozorlik qilib kelib o'lchab ketardilar deb. Juda ham ziqna odam edilar. 1 litr yog'ni bir oyga yetkazlaring deb olib kelgan narsalarni ro'kach qilardilar.
oyim bechora ertalab tuxum qo'ramiz desak, kelinglar qaynatib yog' qilinglar dirdilar. Tuxumni qaynatib yerdik. Iloji boricha yog'ni, go'shtni tejab ishlatardik. Shu ro'zg'or tejalsin deyaverganlaridan onam bolalarim tuxum yeb tursin deb onam tillalarni sotib 3 ta tovuq, bitta xo'roz olganlar. Domda, agarotimizda boqardik. Onalar, onalar. Farzandlar uchun nimalar qilmaydi? Onasi. Ha. Sen bularni hayotlarini kitob qilasan-ku. Bir yaxshi rejissyor topib Koreyada kino qilamiz. Kino olamiz. Xudo xohlasa. Yaxshi fikr. Alloh akbar. Sen nonushta qilaver, men ketdim. Sizlar bemalol dam olinglar. Kechki payt restoranga boramiz. Yaxshi joyda ovqatlanamiz, xo'p? Xo'p. Pochcha. To'xting. Yana nima? Bir qimmatga tushiraylik dedim sizga. Shunaqa qilgin. Biz ham tura qolamizmi? Bir pas mizg'ib olaylik. Mayli. Bo'lmasam yiqilib qolmaylik. Yuring. Mayli, yuring. Bugungi bo'ladi mana. Bo'pti. Adasi. Yaxshi dam oldinglarmi? Yaxshi keldingizmi? Bugun ko'chaga chiqamizmi? Ha, men sizlarga aytgandim, yaxshi joyga Assalomu boraman, alaykum. ovqatlanamiz deb. Joy buyurtirib qo'yganman. Men hozir kiyimlarimni almashtirib chiqay, hop? Sizlar ozgina kutib turinglar. Xo'p. Qaynijoningiz qani? Mana, chiqyapti. Keldingmi? Charchadim. Ko'chaga chiqamiz Yaxshi hozir. dam oldinglarmi? Yo'q, men bormayman. Nimaga? Juda ham charchadim. Voy. Sizlar o'zingizlar bemalol aylanib kelaveringlar, men uyda Xo'p. bo'laman. Biz ungacha davom ettirib turamiz, a? Sevgi opa. Qayerga keluvdik? Xo'sh. Telefonli bo'lganingizdan keyin to'xtagandik. O'sha telefon ham, o'sha erimni tergov qilgan odam ham hayotimga bekorga kirmagan ekan. Sevgi, uydamisan? Sevgi. Nima balo, hamma eshigi ochilib yotibdi buni. Xola, ko'zim ilinibdi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Bolalaring yaxshimi? Yaxshimisiz? Ha, keldim. Nimaga eshiging ochilib yotibdi? Voy, bilmadim. Ochiq ekanmi? Siz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsanmi? Keling, ichkariga kiring. Qani yur. Yaxshi keldinglarmi? Xudoga shukr. Yaxshi. Qani chiq. Kelinglar. Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi. Qani ilohoming. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Bolang yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Pocham yaxshimilar? Xudoga shukr, rahmat. Sevgi, bu yaqin o'rtog'imni qizi, Dildora. Tanishgin. O'qishini Shumet kollejiga ko'chirgan ekan. Ijaraga uy topguncha senikida turib qolsin. Endi pochini bilasan-ku, odam kelishini yoqtirmaydi. Mayli, xola. Nima desangiz shu? Shunga senikiga olib kelgandim. Mayli, biz ham qizlar faqat o'zimiz turamiz. Tura qolsin biz bilan birga. Xavotir olma, bu yerda faqat qizlar turishadi, erkak kishi yo'q. Bemalol o'zingni uyingda yashayverasan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, qayerda eding? Do'konga chiqib ketgandim. Shirin qani? Ilhomjonni olishga chiqib ketdi. Men bir choy qo'yay? Yo'q, Issiq ovora choy. bo'lmang, choy kerak emas. Men turaman. Bo'lmasa senga omonat qilib topshirdim. Xo'p. O'zing qarab turasan. Xo'p. Men ketdim. O'tirmadingizda choy ichardik Boshqa birga. safar kelarman. Yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi boring. Assalomu alaykum, xola. Yaxshimisan, Shirin? Uyqusi kelibdi. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, xola, salom deng. Xo'p, rahmat. Xo'p, yaxshi boring. Mening ismim Sevgi. Bu jiyanim Shirina. O'g'lim Elxom. Voy, bu nasalligini. Bu dugonam Yulduz. Tanishganimdan xursandman. Biz ham xursandmiz. Hey, nima qilib o'tiribsan? Bor choy olib kel. Xo'p, hozir. Uyga mehmon keldi. Yur, qarashaman. Bemalol o'zingiz uyingizda his qilavering. Shirin bola ekan-a? Assalomu alaykum. Qarashib o'raymi? Qalaysiz? Yaxshi yotib turdingizmi? Rahmat, o'zingizchi? Rahmat. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi.
Qarang, kecha so'rash esimdan chiqib qopti. Ijaraga qancha to'layman? Uni Sevgi tursa, u bilan gaplashasiz. Oling. Turmushga chiqqanmisiz? Chiqqandim. Hayotim bo'lmagan. 7 oy yashab, ajrashib ketganman. Men ham turmushga chiqqani qo'rqaman. Opamni ko'rib, umuman erga tegmayman deyman. Nega? Pocham opamni uraverib nogiron qilib qo'ygan. Buyraklari ishlamay qolgan. Keyin onam buyraklarini berganlar. Opangizlarning farzandlari bormi? Bor, 4 ta farzandlari bor. Baxtli ekanlar. Sizchi, farzandlaringiz bormi? Yo'q farzandim. Men bu baxtni hech qachon tuya olmasam kerak. Yana boshladingmi ertalabdan siqilishni? Hammasi yaxshi bo'lib ketadi hali. Nima bo'ldi? O'zi bir yarasi ochilib qolsa, yig'lab oladi shunaqa. Yangi kelinligida homilador bo'lib shamollab qolgan. Qaynona kasalxonaga chiqarmagandan bola qornida nobud bo'lgan. 3 kun mazasi qochib, isitmalab, hushidan ketib, kasalxonaga borishsa, homilani bachadon bilan birga olib tashlashgan. Endi u hech qachon homilador bo'lmaydi. Voy, bilmasdan yaralariga tuz sepib qo'yibman. Borib uzr so'rab kelay. Yo'q. Yig'lab o'ziga keladi. Choyingizni iching. Oho, choy tayyor ekanda. Siz uchun har doim choy tayyor-ku. O'tir choyini ichgindi. Bugun uylarni yig'ishtirish navbati seniki. Nimaga faqat men? Sizlar-chi? Biz shanba bozor tozalaymiz. Men sizga o'zim qarashib beraman. Ana ko'rdingiz, menga yordamchi topildi. Yaxshi bo'pti-da. Unda sen shu yerda qol. Bir o'zim nima qilaman bu yerda? Sevgini yonida bo'lib turganing yaxshi. Reanimatsiyadan chiqadi. Yolg'iz qoldirmaylik. Xo'p, mayli ketdik. Yulduz opa, tilla uzugim bor edi, shuni sotsakchi. Qanaqa operatsiya? Sevgi operatsiya bo'lib qoldi, ko'rchak bo'lib qoldi. Bizga pul kerak, Shoir opa. Sevgini puli sizda edi-yu. Bering, Shoir opa. O'lib qolaman. Bolamni senga ishondim. Yetimxonada qolib ketmasin deb. Bolang o'zingga buyursin. O'zing onalik qil. O'zing katta qilasan, xo'pmi? Voy, opa, nima qilib turibsiz tashqarida? Ichkariga kiring. Rahmat. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ani pulni qachon berasan? Aytgan vaqtingdan 2 hafta o'tib ketdi-ku. Voy, opa, hozir xizmatlar yo'q. Pulsiz hammamiz o'tiribmiz. Sal kutib turing. Xizmatlar chiqishi bilan qilib beraman pulingizni. Nima qilasan, chiqib ketmasan? Militsiya chaqiraman. Chaqir. Chiqmas, bostirmasdan uyimni. Chaqir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu xonadon egasi siz bo'lasizmi? Men. Akajon, mana buni qarang, uyimga kirib olib chiqmayapti. Qarang mana buni. Haydab boring, chiqib ketsin.